Qalbimga yaqin qadrdonlar, 3 kun oldin shu joyga 31 ming deb reklama qilgan edik. Egalariga pul zarur bo'lganligi uchun narxi keskin pastga tushib ketdi. Videoni oxirigacha ko'rib turing, yaxshi ma'lumotga ega bo'lasiz. Qalaysiz Erjigit? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Erjigit. Mana halolini to'g'risini ayting. Birinchi kelganimizda shu joy narxini chiqarib bering deganingizda, nechta pul deb narx chiqarib berdim? To'g'riga boshida kelganingizda aka, sразу aytdingiz, 26-27 atrofida ketadi deb. Men 30 dan balandroq qo'yavering deb aytdim. Aha. Xudo xolasa 26,5 ham savdo bo'ldi aka. Realni bo'ldi, men o'zim bermadim aka. Xudo xolasa sal zarurat bo'lgani uchun to'g'ri yurg'izib olish kerak aka. Tak. Zarur bo'lgani uchun. Xullas kalom o'sha bermagan narxingizga berasiz, xudo xolasa, to'g'rimi? Xo'p. Yana bitta ma'lumot beraylik aziz obunachilarimizga, chunki bu videomizni ko'rmaganlar ham bor-da. Ikkita do'kon 35 kvadrat metrdan, 70 kvadrat metr. O'sha 27 ming bo'lsa beraman deyapsiz. Shunaqa. Sunnatiga yana kelishtirib berasiz. Shunaqami? Ikkita do'konni shu narxda beramiz. 70 kvadrat joy. Ikkita do'konni 27 mingga berasiz, xudo xolasa. Bermagan narxingizga berasiz. Adres M34 yo'li. M34 yo'li. Zangata yo'li bilan. Zangata yo'li bilan kelasizlar. 55 kalsovoy bor, ko'pchilik biladigan. 55 kalsovoydan tushgandan keyin 3 kilometrdan keyin Mixalkovka degan joy. Xalq bilan aytgan Mixalkovka Qo'shiqot mufi deyiladi. Yana bitta narsa. Asosiy biz aziz xalqimizni qiziqtirayotgan narsa. Siz endi to'liq ma'lumotga egasizda. Yo'l kengayish bo'lmaydimi? Bu yoqda yo'ldan qurilish olingan, qurilishga ruxsat olingan. Qurilishga ruxsat olingan. O'qidan qancha oraliqda? 12 metr. Oralig'ida betga joylashgan. Yo'l qurilish ruxsatini olganmiz, qizil chiziqda emas, auksion joy emas. Mulk bo'lib o'tadi aka. Doimiy mulkdorlik bo'lib o'tadi. Yaxshi. Erjigit bo'lmasam barakasini bersin. Astoydil oluvchilar bo'lsa, o'sha bermagan summangizni yana astoydil o'tib berasiz. Bo'ladimi jigarim? Alloh barakasini bersin.